Deno Qaraxondan Bahrom akadan sigirlar tanishtirishda davom etamiz. Bahrom aka, bu nechinchi qorin mana bo'ladi? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin ekan, qarang. Qancha suti bor Bahrom aka buni endi? Aka 8 taga olsin. 8 ta suti bor ekan. Mana tishlarini ko'rsataylik. Mana tishini qarang, qanday toza, tishlari ham zo'r ekan. 8 ta suti bor. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Narx qancha Bahrom aka? 29 million kami bor aka. 29 million so'm kami bor. Kelishamiz deyapti. Dastlabki Surxondaryo bo'ylab bor. Xayr barakasiga yana o'tamiz deyapti. Va yana sigir so'raganlarga birinchi qorin. Bolasimi? Erkak. Bolasi ho'kizcha ekan. Qancha suti bor erta oqshom? Aka 7 ta 8 ta beryapti, 6 taga olsin aka. Sut beryapti, 6 taga hisoblab oling. Kelishamiz deyapti. Narx qancha? Narxi 28 million, buni ham xayriga o'tib beraman aka. Narxi 28 million, buni ham xayriga o'tib beramiz deyapti. Savollarini oling aka. Qarang qanday chiroyli, zo'r zotdor sigirlar uydan sotilyapti, Denodan. Birinchi qorin aka. Xo'p, bu alan tanishtirsak. Ha, bu aka bunday aybini aytib sotaman, yelini 3 talik aka. Ha, yelini 3 talik. Bu ayb emas, 3 talik qancha suti bor? Aka 8 ta beryapti. 7 oqshom 8 ta suti beryapti. 4 yelini sutini beradi. 4 yelini sutini beradi. Bolasimi? 3 qorin aka, bolasi urg'och. Bolasi urg'och, 3-chi qorin. Qancha sut beryapti deysiz? 7 ta 8 ta beryapti. 4 yilim bo'lsa 35 million so'm mol narxi aka. O'zi asli. Men 28 million so'm deyapman, yana xayriga o'tib beraman aka. 28 million so'm yana xayriga o'tib beramiz deyapti ekan. Va yana mana zo'r qora sigirimiz. 3-chi qorin aka. 3-chi qorin. 25 million so'm xayr barakasiga bir nima o'tib beraman aka. 25 million so'm xayr barakasiga bir nima o'tib beramiz deyapti. Bolasimi buni? Bolasi urg'och aka. Bolasi urg'ochi, tim qora onasida ekan. Sigir olaman deganlar bo'lsa, ekranda raqamga bog'lanasizlar. Surxondaryoda Denodan qarang, kelib xohlagan teri olasiz. Agar 12 ta sigirda olganga, chekkadan 2 tani xohlagan bittasini bonus qilib olib ketasizlar. Dastavkasi ham bor.